ketdi, bo'ldi mana. Zo'r. Ikkita burga uchrashib qolibdi. Bittasi dumaloq qona semiz zo'r burga ekan. Yana bittasi arvoq yudab ketgan, chachlari to'kilib ketgan. Zo'rg'a turganmishdi. Oshna bu muncha yudab ketding, nima bo'lyapsan desa, oshna bitta molxonada yashayman. Yeganim shu molni tezaga. Eplab yashab yuribman-da, sen muncha yetilib ketding desa, men sunnatchining mo'ylovida yashayman desa. Sunnatchining mo'ylovida nima qilasan desa. To'yga boramiz debdi. Aygo, oling kulib mana ovqatlar yeganda debdi. Shunday mo'ylovida ichida yog'larni yalab maza qilib turaman, 50 tani soladi. Undan solaman. Har xil ovqatlar yeyman. Ine sunnay cho'ladi. Bunday qochib boradi. Sunnayda yuraman. Raqqosamiz bor, maqtatib chashlarni boshladi. Rosa raqsga tushayotganda shab raqqosam chachiga o'tib ketaman. Chashlaridan sekin tog'i toshlarga tushaman men. Bu toqqa chiqaman, bu toqqa chiqaman, zaksga qiladi, qayd qilib haligi raqqosa. Qayd qilgan piyozlardan, guruchlardan yeb, sekin o'rmonzorga kirib, yumshoqqina ikkita g'or dorasida uxlab qolaman deb. Sinisiga aytaman tursam, yana sunnatchining o'ylovdi.